Hozir mehmondorchilikka kirgandan keyin moshinlamang, hoppa. Savaydon kelinglar. Davinjon. Keldingizmi? Yo'q, qaytib ketdik. Hozir avtobusda qaytib ketdik, ko'rmagan bo'lsangiz, ko'zingiz yomchisi tushganmi? Ha, keldik-da. Keling. Qani mehmonlar dasturxonga qaranglar. Dasturxon. Zo'r ekan dada. Xitoy shoir shekilli-da. Ayyo, men olishib o'tiringlar deyapman. Olishib? Nima qilyapsizlar? Nima qilyapmiz? Olishyapmiz. Endi Daminjon mehmondorchilik qichiq bo'ldi. Biz uyga boraylik. O'tirib bolarsizlar. Ama to'g'ri aytasiz, fizo bo'ladi. O'tinglar biznikiga. Sanaydin. Sanaydin, shoshmang. Yaxshi insonsizda bitta qo'l hisob qo'ying. Sandiq hisob qo'y. Hadi, keltiringlar. Olib oldi, ehtiyot qilinglar qo'lini. Keyin safar kelganda olib ketaman. Chap qo'lni ham olib qolasizlarmi? Ketib bekor qilasizlar-da, yotib ketardinglar. O'g'lim, men tarafga yaqinroq yur, stressdan ketyapsan. Xudo xolasa 5-6 kunda uyga yetib olsak-a? Dada chetga oling. Nimaga? Akamas keladi, tepalab ketmasin. Yashamaylik ekanda. Fireball.